bir narsaga hayron qolaman. Nega haliyam turmushga chiqmaganimiz haqida hattoki o'zimiz ham bunchalik ko'p o'ylamaymiz. Hatto o'ylamaymiz. Nega sizlar bunchalik ko'p o'ylaysizlar? So'roq savollarni aytmasa ham bo'ladi. Qachon turmushga chiqasan? Qachon? Agar nega so'rayapsiz desak, ha, sen o'ylayapmiz deb javob berasiz. Bizni o'ylagan odam, to'g'rirog'i dunyoqarashi keng, dunyoviy va diniy bilimlarga ega bo'lgan insonlar bizga bu savolni berishmaydi. Bizga shunchaki hali baxtli bo'lasan, hammasi oldinda, Alloh xohlagan kunda o'z taqdiringni uchratasan deyishadi. Sizlarga qarab shuni o'ylab qolaman. Nima? Sizlar ersiz qoldingizmi?